Ampulani sindirganda shisha ampul ichiga tushadimi? Shisha qon tomiriga ketib qolsa nima bo'ladi? Videoni sekinlashtirilganda ampul singanda shisha bo'laklari atrofga tarqagani va hattoki ampul ichiga tushganini ham ko'rish mumkin. Ampul ichidagi suyuqlik olinib 200 marotaba kattalashtirilib mikroskopda ko'rilganda suyuqlik tarkibida turli xil kattalikdagi shisha qoldiqlarini aniqlashimiz, ko'rishimiz mumkin. Demak, ampul singanda shisha qoldiqlari ampul ichiga tushadi. Bu shisha qoldiqlari dorilar bilan birgalikda qon tomiriga ketib qolsa nima bo'ladi? Birinchidan, shisha qoldiqlarini shprisga tortib olmaslik maqsadida medsestralar dorilarni oxirigacha tortib olishmaydi. Ya'ni dorilar tigida ozgina bo'lsa ham qoladi. Bu yoqdan bo'lsa, bu yoqda ham, bu tomonlama bo'lsa, bu tomonlama ham qoladi. Ikkinchidan, shpris diametrini kattaligi 0,6 mm dan kichik bo'ladi. Ko'pchilik shisha qoldiqlarining kattaligi esa 0,6 mm dan katta bo'ladi. Demak, shprisga shisha qoldiqlari sig'maydi. Bundan ko'rinib turibdiki, qon tomiriga shisha qoldiqlar tushish ehtimoli juda ham kam. Shisha qoldiqlari qon tomiriga tushishdan qo'rqmasa ham bo'ladi.